Molotov Tilepjan Saydalım oğlu. Molotov Tilepjan Saydalım oğlu 1958 yılı 29 avgustda Uyghur nahiyasiga qarashliq Cho'ng Dehqon yezisida dunyoga kelgan. 1965 yılı shu yezidagi 8 yillik maktabining 1-sinfiga kirib, 1975 yılı oktyabr o'rta maktabini tamomladi. 1975-78 yılları Tashkent shahridagi Madaniy oqatish texnikumining muzika bo'limida bilim oldi. 1979-89 yılları Nahiyalik Arzu ansamblida, 1989-93 yılları Bahar Yezliq klubining yetakchisi, 1993 yılı ta shu kungacha Abdulla Rozbaqiyev nomidagi o'rta maktabda muzika fan ustozi bo'lib ishlab kelyapti. Tilab aka maktabda ustoz, uyda mehribon ota, kuyinchon bova. U rafiqasi Gulchehran Hadimiz bilan 3 o'g'il tepib, har bolasini hayotga o'z o'rnini tepishga imkoniyat yaratib berdi. Bugungi kunda Tilab aka hurmatli dam ilishga chiqib, baxtli hayot kechirmoqda. Tilab aka, bizning maktabda ishlab kelayotganingizga mana 30 yil bo'libdi. Shu 30 yildagi emgigingiz to'g'risida ozroq aytib o'tsangiz. Ma'qul. Men 30 yil ichida ko'plagan emgaklar qildim deb hisoblayman. Shu mana 30 yil ichida nurg'unlagan shogirdlar bilan ishladim. Ular hozir mushkunda ishlab kelyapman. Ko'plagan shogirdlarim shu maktabdan bitirib ketdi. Ularma her türlü usulçu, nakışçı, sazemli bulup yetip çıkan şagirdlerin oldu. Ular her daim biz özümüzün məktubideki kuruzaklarda şu balalarla işlep köpülgen kuruzaklarda katmışıp ülkelik ormanlarını her daim ip tutup. Şahsen her yılı bolduğan biz özümüzdeki bunu Abdülham Kakart namındaki festivalde bizim balalarımız köpülgen usuldan milli saz asaplarıdan, ondan keyin ko'plagan dramalik asarlarni ko'plagan bolalarimiz qatnashib, har doim 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni el respublikaga bordi. Bizning maqsadimiz har doim shu bayroqlik san'at tarafdan ulg'ayib o'rinlarda ishlab keldik. 30 yil desam bo'ldi. Tilab aka, shu bizning maktabda ishlab kelayotgan vaqtda bir qiyinchiliklar bo'ldimi? Shular to'g'risida ozroq aytib o'tsangiz. Endi bu qiyinchiliksiz adam bo'lmaydigan, ham tarafdan qiyinchilik bo'ldi. Misol ayolda qiyinchilik bo'lishi mumkin, ishlarda bo'lishi mumkin, qiyinchiliklar. Biroq bu meni beshimda unday qiyinchilik o'tmadi o'ylayman. O'sma bizning maktabda shu bizning abadman oldingi deb o'tib ketdim. Bizning shu konkurslarga, yangi bayqashlarga berib qatnashishimizga bizning maktabning hamma tarafdan müмкинчиликтер yaratilgan. Berib kelishimizga. Ondan keyin shu maktabda o'tilgan shu kurslarimiz dedimi? Demak, qiyinchiliklar ko'nglim yo'q. Endi shu og'irqi vaqtlardagi shu bolalarniki shu bu odatlarimizga bo'lgan, ondan keyin milliy sozga bo'lgan shu qiziqishlarni yo'qolib keyin kelib qolgani meni shu bo'ldi men uchun. Endi meni armanim shu bolalar bunu da kim bu odatlarimizga va shu milliy sozlarimizga qiziqsa deyman. Ularni hozirda boshqa qiziqmayotgan sababi shu internetga ko'p shu nimaga ko'p ko'ngil berib ketadi, kelib boramiz ekan deb o'ylayman. Shogirdlaringiz to'g'risida ozroq aytib o'tsangiz. Mening shogirdlarim ko'p deb o'ylayman. Biroq shuning ichida ko'zga ko'ringan shogirdlarimni atab o'tay. Bu o'sma birinchi buni bizning bir tane teatrımız Kuzguca Mert namındaki teatrda ataklı usulçu bo'lib ishlayotgan. Ular Abdullah degan balamızla ve özümüzdeki şu Arzu ansamblida ishlayotgan ataklı naqshchimiz Abdullah Himetov va bizning
şagirdlarning ishkentisi. Undan keyin o'zimning bolalarim bor, Farhod, Rufat degan bolalarim. Hozirgi vaqtda tarbiyalab kelayotgan nima milliy so'z bo'yicha dutal o'tib kelayotgan shogirdim bor, u Mamaroziyev Ramzatda. Undan keyin maktabda yana hozir o'tayotgan bir ishki sazandi bolalarim bor. Tilab aka, bizning maktabda ishlab kelayotgan yosh muallimlarga o'z tilaklaringizni aytsangiz. Benim deyman. Bizning mana maktabimizga yildan yilga yosh ustozlar kelib qo'shilyapti. Va ular hamsi oliy bilimli, mana shu ustozlarning har yili har doim nurg'ulg'an konkurslarga qatnashib mustaqil nurg'ulg'an yetishlarga yetayotganini ko'ryapman. Shuning uchun men ustozlarim, yosh ustozlarga, shu o'zimiz ham ustozlarga ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Boshqa nima shu ishlariga muvaffaqiyat. Tilab aka, shu ustozlik yo'lini tanlashingizning sababi to'g'risida aytib o'tsangiz. Men muzika kichigimda qiziqdim va shu muzikada muzika fakultetlarida bitirib, shu muzika bo'yicha bilim olib, shu bilimimni yosh o'quvchilarga, yoshlarga o'rgatish maqsadida men shu ustozlik yo'liga talab oldim.